Obunachilar, bunisi 1,5 turbina hisoblanadi. Sizniki atmosferniy. Bular to'g'risi sal yoshlar bo'pti bu mashina. Bu o'zini bosib olib, mana yosh katta, oilaviy odamlar uchun. Hojati maza qilib ketadigan joyini ko'rsataymi sizga? Allabay, ana ko'ryapsizmi? Ishlangan. Bu plyusi, ochishdagi ustunlik. Bu bo'lsa bunga minusga ishlaydi, ochishdagi sal noqulaylik. Bu yo zamon talabi-da, jon aka. Hozirgi kunda foyda bilan xarid qilgan bo'lsangiz, shuni 399 o'sha til kelmayapti-da, o'sha hayajon bosyapti akalar. 399 million 900 ga shu mashinani olib ketsangiz ham bo'lar ekan. Chili uzoq yo'lga qatnovchilar uchun ma'qul. Bu shahar ichida ish bitiradigan akalarimiz, ukalarimiz, singillarimiz, opalarimiz uchun ham juda ham qulay variant. Qancha katta mashina mingan sari yuragi katta bo'larkan odam. To'g'risi bunday kattasini niyat qilganman inshaalloh. Telezda buni uchasidan minganlar bor. Buni yaxshi bilamiz. O'zingiz nima fikr berasiz? Bu mashinaning zapchasidan muammo bormi, yo'qmi? 5 yilgacha bo'lib to'lash imkoniyati bor. Bor. Muhammad Zokir aka, mashinadan tushing aka. Sizni raqibingizni, konkurentingizni olib keldim. Bittada o'chirib qo'ygan mashina olib keldim aka. Bitta tushing, xalqimizga, obunachilarimizga billalikda obzorini bersak aka. Qanaqa qilib benzin mashinangiz bilan bu gibrid qanaqa qilib solishtirasiz? Aka, bu gap gibrid hisoblanadi. Qanaqasiga 8 Pro ta, to'g'rimi? 8 Pro yangilangan versiyasi aka. Qancha yurasiz aka siz? Mingda? 1000. Bizniki 1200 plus. Ya endi bu BYD. Bu BYD. To'xtozida qancha yurasiz aka? To'xtozida 85, 110 atrofida yuradi. O'zi kitob bo'yicha 110. Bizda 80, 100 kitobi bo'yicha yurishi. Xo'p. Endi qarang aka. Men sizni muzlataman aka. Har tomonlama muzlatalaman. Qani? Qarang, bunda necha gradus kamerasi bor? 360 gradus kamera. Tagigacha ko'rasiz bunda. Tagigacha. 540 demoqchisiz. Xo'p, mayli 700. Endi BYD butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turibdi-yu. Cheri ham normalniy urinlarda turibdi aka. Даже crossoverlarni off-roadga ishlab chiqaryapti, lekin dunyo bozorini egallayapti aka pashti. Hozir yangilarni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi bilmadim-u, lekin bu mashinani aka yana bitta ustunligini aytaman. Obunachilar, bunisi 1,5 turbina hisoblanadi. Sizniki atmosferniy. Kimga atmosferniy, kimga turbina yoqadi? Qaranglar, bu atmosferniy uncha-munchaga turbinaga o'xshab jam muammo qilavermaydi. Metan ham o'rnatsangiz bo'ladi. O'rnatib, minib ham yurganlar bor. Aka qarang. Bular to'g'risi sal yoshlar bo'pti bu mashina. Bu o'zini bosib olib, mana yosh katta, oilaviy odamlar uchun. Sababini aytaman. Bunda 5 kishi yuradi, bunda 7 kishi yuradi. Mayda chuydalar orqaga o'tib ketaveradi. 6-7 o'rindig'ingiz u detskiy o'rindig'ida. Bormi? Bormi? Bor aka, to'g'risi bor-ku. To'g'ri, gapingiz to'g'ri. Bu 5 kishilik, bu 7 kishilik. Uni tan olamiz. Panoramik bor, konditsioneri bor. Bunda ham bormi? Konditsioneri ham bor aka. Bagrivi bor. Vakilliklarda men bitta joyini ko'rsataman-da aka. Hojatami? Danliya yoki bo'lmasa bir kattaroq joyga olib boryapsiz, uzoqroq yo'lga. Hop. Hojati maza qilib ketadigan joyini ko'rsataymi sizga? Allabay, ana ko'ryapsizmi? Atamankalari bor ekan-da. Simsiz quvvatlash bor. To'g'ri, sizda ham bor. Birodniy zaryadli bizda ham bor. To'g'ri. 160 gradus kamera bizda ham bor. To'g'ri, endi jussasi o'xshab ketar ekan. Shakl shamoyi gibridligi yaxshi. Haycherri. Yo'q, meni eshitmadi. Haycherri. Xullas gapga ham yuradi aka. Gapga ham yuradi. Mayli. Endi chempionlar chiqqaniga 3-4 yil bo'lib qoldi. Restyling bo'lyapti. Unaqa narsalari ham bo'lib qoladi bunda ham, lekin bu mashina shahar ichida anchagina ekonom. Rasxoti ancha oz bo'ladi.
shahar ichida yuradiganlar uchun faqatgina tokda yurish imkoniyati ham bor, benzin sarflamaydi. Lekin menga yoqqan tomoni mana shu объяснение nima deydi? Ishlangan. Bu plyusi, ochishdagi ustunlik. Bu bo'lsa bunga minusga ishlaydi, ochishdagi sal noqulaylik. Bu yo zamon talabi-da, jon aka. To'g'ri, zamon talabi, zamon shuni talab qilyapti. Lekin buni ham o'ziga yarasha ustunliklari bor, foydali tomonlari bor. Bunda ham elektronli o'rindiqlar, bemalol oliy elektronli regulirovka bo'laveradi. Panorama lyuki bor, bunda ham patologlari ham qora, sari, endi qoraga yaqin chiroyli chiqadi. Masaji bormi? Ya endi masaj mashinaga masaj nima keragi bor? Ya bir qaranglar. To'g'ri, bu mashinani yomonlamoqchi emasman, to'g'risi. Unisi yaxshi, bunisi yaxshi demoqchi emasman. Xalqni o'ziga qo'yib qo'yamiz, tanlashdi. Endi qarang, segment pashti bir xil bo'lgandan keyin, gibrid bo'lgandan keyin qaysi birini olgan bo'lardingiz? Biz bitta ko'rsatishimizdan maqsad nima o'zi bu mashinalarni olib chiqishdan maqsad pashti ishto puli bir xil segmenti O'zbekiston bozorida ishlab chiqarilayotgan mashinalar hisoblanadi-da, aka. Xo'p, bular mana bu ham o'zimiz O'zbekistonda, to'g'rimi? Cherry ham O'zbekistonda, bu ham o'zimiz O'zbekistonda yig'ilyapti. Shuning uchun gibrid bo'lganligi uchun ozgina solishtirdik. Kimga qanaqa yoqadi? Bu endi 7 kishilik uzoq yo'lga qatnovchilar uchun ma'qul. Bu shahar ichida ish bitiradigan akalarimiz, ukalarimiz, singillarimiz, opalarimiz uchun ham juda ham qulay variant. Ikkalasini ham deyarli benzin sarfi bir xil. Bunda ham 5 litr, bunda ham 5 litr. O'qishim bo'yicha bunda 1-2 gacha tushirish imkoniyati ham bor ekan. BYD Song Plus Champion'da gibridini eng kam rasxodga tushirgan akamiz bormi? Bo'lsa kommentga yozib qoling. Qanaqa? Bizni ko'rib turgan obunachilar uchun tanlash imkoniyati shunda yaxshiroq paydo bo'ladi-da. Bunda 17 razmer, bunda ham 17 razmer. Qarang aka. 19 razmer bunda. 19. Bunda ham 19. Bunda ham 19. Haligi o'zimning mashinamning razmerini o'ylab olibman, to'g'risi. Qarang, 19 razmer. 19 razmer demoqchimanki, ikkalasi bir xil. Buni manetini qarasangiz, katta balon ham tushiradi. Misol uchun aytaylik, 21 sig'ib ketaversa kerak. Bunga nima deysiz? Bunga ham sig'adi. Sig'dirib yurishibdi, qo'yib yurishibdi. Lekin yumshoqligini o'zingiz bilasiz, chiqib haydab ko'rgansiz, juda ham yumshoq mashina, BYD. Lekin buni ham to'g'risi bugun ponni bir yarim kun mindim-da. O'zi meni ko'rdi ukam. O'zi aytsin, o'zi fini aytsin. Siz o'zingizning mashinangizga nisbatan qanaqa yumshoq? To'g'ri, sizniki sedan-u, lekin Xitoyning mashinasi sizniki ham. Aka, gabarit mana misol uchun. Yana aytaman, sedandan o'tib turib, katta mashinaga o'tishni tavsiya beraman. Sedanda yursangiz. Sababi shahar ichida oqib yurish, ayniqsa yurak nimaga katta bo'ladi deymiz-ku misol. Qancha katta mashina mingan sari yuragi katta bo'larkan odam. To'g'risi bunday kattasini niyat qilganman inshaalloh, to'g'risida misol. Endi hammaga ham bunaqalar olish nasib qilsin, bizga ham nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin. Bizni ko'rib turganlar o'zingizlar tanlov qilasizlar. Endi ikkalasini ham bilasizlar, chempionni juda ham ko'pchilik oldindan biladi. Endi bu yangi model kelgan Cherry'ga, bu ham monoqo'shti. Shunaqa gavdaga 5 litr 1-2 gacha rasxodini tushirishgan ekan ma'lumotlarga ko'ra. Xonasi elektronli, uniki ham elektronli. Buni yana bitta ustunligi 7 kishiligi. 3-qator borligi, 7 kishiligi, komplektatsiyada bunaqa zaryadniklari ham chiqar ekan. Mana qaranglar. Subwooferi bor. Subwooferi bor zavodskoy. Bu ham yaxshi. Bekordan qolib kelmadim aka sizni. Subwooferimiz ham bor demoqchiman-da. Subwooferlari ham bor. Endi odatda Xitoy mashinalarini ikkinchi qatori tor kichkina bo'lmaydi. Bu ham keng yaxshi ekan. Orqa o'rindiqlarni ham abagrefi bor ekan-a? Abagrefi bor. Qarang aka, men misol uchun oilangizda buni ukasidan minigonlar bor. Buni yaxshi bilamiz. O'zingiz nima fikr berasiz? Bu mashinaning zapchasidan muammo bormi, yo'qmi? Yo'q, endi hozirgi kunda umuman bitta bu emas. Deyarli Xitoy mashinalarining hammasini ehtiyot qismi topilishi aniqroq. Chunki O'zbekiston bozorida Xitoy brendi ko'paydi. Buni ham ehtiyot qismi bor, topsa bo'ladi. Endi o'zim ham uyda Cherry bor. Otaga Cherry olganmiz. Cherry minadilar, Cherry haydaydilar 7 Pro'ni. Ehtiyot qismga hali ishimiz tushgani yo'q. Qancha 2,5 yil bo'ldi. 2,5 yil 2023-yilning oxirrog'ida olingan.
haligacha haydashadi. Hali kalotga ham almashtirganimiz yo'q. Yog'ni almashtirib yurilibdi. Motor moyi, benzin, propan qo'yib yurilibdi. Qarang, aka, sizni mashinangiz necha pul? Bu 374 million hozirgi kunda shunaqa ma'lumotga ega bo'ldim. 374 million ekan so'mda. Endi qarang, 400 milliondan boshlab avtomashinani xarid qilish imkoniyati bor ekan. Ha, aytgancha bu mashinaga nasiya savdo ham bor ekan. Tushunarli. 5 yilgacha belib to'lash imkoniyati bor. Albatta Foizsiz va penalsiz va jarimalarsiz menimcha shunaqa bo'lishi kerak. Yana borib, misol bu mashinani qanaqadir maqtashdan yuramiz, buni ham maqtashdan yuramiz. Borasiz, avtosalonlarga borib, yana bir qator ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Test drive qilishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi, endi tanlov o'zingizlardan. Qarang, bagajni ham, buni ham xolislik bo'lsin-da, aka. Mana bunda ham elektropaket ekan. Joy mana, shtorkasi bor bu mashinada. Oppali. Bunda ham o'sha anaqasi, komplektatsiyasi zaryadchilari bilan chiqargan. Endi to'g'risini aytganda BYD gibrid yoki elektr bo'yicha to'g'risini aytganda birinchi o'rinda kirib kelgan O'zbekistonga. Birinchilardan kirib kelgan, ancha bo'lgan kirib kelganiga nima deydi, ishonchliligi bo'yicha bu hozircha. Cherry ham anchadan beri bor, lekin gibridni endi olib kirdi deb o'ylayapman. Hozircha adashmasam shunaqa endi kirdi, yaqinda kirdi. Mana aka, qarang, bitta narsada Ayvash akamiz ham o'shanda haydagan ekanda. Endi to'g'risi bundan ko'ra o'zini bitta videosini ko'rib qoldim. Narigini maqtayapti. Aka, to'g'ri bozorga bu ham kirib kelgan. Lekin mana hojota, hojona, yosh kattalarga uni tavsiya beryapti. Endi buni maladojniligi bor deyapti. Endi misol, uni ham fikri to'g'ri bir tarafdan. Buni ham hojota, hojonalar meni yuribdi. Endi men o'zim fikrimga keladigan bo'lsak, do'stlar, gabarit, ulkan, katta mashina minmoqchimisiz? Bu mashinani tavsiya beraman. Shahar ichida yurmoqchimisiz? Bunisini tavsiya beraman, to'g'risi bor. Sababi bu sal kichikroq, bunisi sal kattaroq. Endi off-roadga ikkosi ham chiqarsa kerak, lekin bu menimcha nima qilmasa kerak. Ya'ni parod qilmasa kerak, sababi kirgingiz kattaroq. Xullas do'stlar, kimda kim qiziqsa, imkon qadar to'liq informatsiyasini berdim degan umiddaman. Endi kam ko'sti bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, maksimalni sizlarga o'sha jaydari samimiy tarzda berdik. To'g'ri tushunasizlar. Agar keyingi videolarda qanaqadir qiziqarli ma'lumotlarni va shunaqa jaydari minib ko'rsatinglar desalaring, inshaalloh mana rentkarlardan olib sizlarga batafsil video ko'rsatamiz. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar.